qanaqa holatda retsept sizga kelyapti? 200 minglik dori qanaqadir brend bilan bo'ladigan bo'lsa 400 mingga ham aylanib ketish holati bor. Ish vaqtingiz nechigacha? Ishlaysizmi shu yerda? Sertifikat yo'q. Reklama qilgan sari bu narx ko'tarilib boraveradi. Уже yopilyapti, mana quflashyapti. Davlat ro'yxatidan o'tmagan dorini yoza olmaydi. Sertifikatini ko'rsatib bera olasizmi mahsulotni? Kim so'rasa sertifikatini o'zi taqdim qilamiz. Ish tartibiga ko'ra aslida sizni formangiz bo'lishi kerak-da. Bularni kim nazorat qiladi akajon? Mahsulotlaringizni sertifikati bormi? Ma'lumotlaringizni. Yo'qdi. Men direktorman, shu firma rahbariman. Tabletka ko'rinishida necha xil dori bor? Retseptsiz endi og'riq qoldiruvchilarni beramiz. Shu dori vositalaridan poddelkalar chiqyapti. Bundan oldingi dorixonada biz bu sprey haqida ma'lumot ola olmadik. Ana endi o'sha dori vositasini sifatiga kimdir javob berish kerak. Keling, assalomu alaykum. Toshkent shahridagi dorixonalarda demak nazorat tadbirlarini o'tkazyapmiz hozir. Bitta ikkita savollarimiz bor. Shunga javob bera olasizmi yo'qmi? Yo'q. Sabab? Ikkita smenim tugan, chunki topshirolmadim. Ish vaqtingiz nechigacha? 5gacha. 5gacha ko'rsatilmagan-ku ko'chasida. Yozilmagan. Ikkinchi smenim bor. Ikkinchi smeningizdagi xodim savollarga javob berib o'tsinlar. Kim siz javob berasizmi? Ishlaysizmi shu yerda? Ha? Shogird? Hozir ikkinchi smenani siz qabul qilib olasiz, to'g'rimi? Siz qabul qilib olasiz. Smen qabul qilmasdan turib xalat siz bu yoqga rastaga turishingiz mumkin emas, menimcha, to'g'rimi? Tushunarli. Xo'p. Siz maktabda o'qiysizmi? Qayerda? Institutda o'qiyman deyman. Qaysi institut? Toshkentda. Toshkentda? Farmatsevtika bo'yichami? Siz shogird bo'lsangiz, smen qabul qilib olgan mas'ul xodim bormi? Bor, sherigim bor. Chaqirib bersangiz, savollarimizga javob berib o'tsinlar. Bering savollaringizni. Savol Sizmi anaqa smenishda Zavid bo'di? ishiymanman men. Ha, zavidishsiz siz-a? Xo'p, mana birinchi beradigan so'z. Ish vaqti nimaga ilinmagan? Har dorixonada litsenziya shartlarida bor-a bu narsa, Endi opa? biz hozir GPP ga tayinlanmoqmiz. O'sha narsani o'sha keyingi oyda GPP olish kerak qilgan. Bu hozir apteka yopiladigan apteka chunki hozir. Ishlayapti-yu. Dori-darmon sotilyapti. Pakelet sotilyapti, lekin litsenziyamiz hali bor. Ruxsatnoma. Ana litsenziya ko'ryapsizmi mana? Biz qilmoqchimiz. Hozir aptekamiz remontga yopilib, polna GPP ga tayinlanadi. Litsenziyani olish olmaslik hali noma'lum. litsenziyani kim beradi? Kim beradi litsenziyani? Litsenziyani Farim komiteti beradi. Shu yerda sotilayotgan har bitta mahsulotingizning litsenziyasi bor. Bormi? Sertifikatlaringiz bor. Top berishadi, uni ofisda so'raysiz. Men litsenziyamni top beraman. Yo'q, siz hozir mana men bemor sifatida keldim sizga. Xarid qilib oldim, sertifikatini ko'rsatib bera olasizmi mahsulotni? Sertifikat hammasi bitta qilib aytaman. Men aptekamdan agar ruxsat qilib 5000 xil dori bo'lsa, 5000 xil qilsam bu to'lib ketadi. Men uni topishimga ham bir necha kun tutadi. Uni biz ofisga murojaat qilamiz. Ofisdagilar sizga o'sha narsani ko'rsatadi. Yo, hozir men misol uchun men bemor sifatida yoki xaridor sifatida ofisga biz murojaat qilamiz, top beramiz. Bu ish vaqtim tugan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, nazorat tuzilmaviy axborot vositasidanman, ismim Sardor. Hozir men aka yangi tashkildagi dorixonalarda bir aylanib yuruvdik. Qanaqa tartibda sotilyapti? Misol uchun aka, har bitta dori vositasi davlat reyestridan o'tkazilgan dori vositasi dorixonalarda sotilayotganda ularga o'sha tegishli, ya'ni sifat nazoratidan o'tkazilganligi to'g'risida, ya'ni Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma beriladi, to'g'rimi? Sertifikat beriladi. Ha, sertifikat, ya'ni o'sha tamojniy kontroldan, tamojniydan olib chiqish uchun sertifikat beriladi va keyinchalik Xuddi shunaqa. sotuvga qo'yiladi, to'g'rimi akajon? Xuddi shunaqa. Endi u sertifikatlar qayerda saqlanishi kerak o'zi aka? Sertifikatlar o'zi firmadan olinganda yo elektronniy beradi, yo qog'oz shaklida beradi. Aha. O'sha firmadan pilot qilish yo'li bilan xarid qiladi-ku dorixonalar. Dorixonalarda saqlanishi kerak, to'g'rimi? Yo elektronniy beradi yoki qog'oz variantida beradi. Endi ko'pchiligi menimcha sertifikatlar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Buxgalteriyasida bo'ladi, boshqa bo'ladi. Uni o'zida bo'lishi kerak, Ya'ni dorixonada nusxasi bo'lishi kerak, to'g'rimi aka? Bo'lishi kerak. Bularni kim nazorat qiladi akajon? Ya'ni o'sha sertifikatlarni. Murojaat kelib tushadigan bo'lsa, shu qo'zg'atadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, bizani markazga o'sha cheki bilan dorisini olib kelinadigan bo'lsa, bizlar o'zimizdan registratsiya, sertifikatsiya, boshqarmalarimiz bor. O'sha boshqarmalardan zapros qilamizda, haqiqatda davlat ro'yxatidan o'tganmi, sertifikatlashtirilganmi dori vositasi deb.
agar davlat ro'yxatidan o'tmagan yoki sertifikatlashtirilmagan bo'lsa, o'rnatilgan tartibda tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil bor. Ombudsman, xo'p. Shular bilan kelishgan holatda tekshiruv ishlarini o'tkazamiz. Yana bitta holat bor, tezkor holatlarda, ya'ni murojaat bo'yicha tushadigan bo'lsa, xabardor qilish orqali tekshiruv o'tkazish huquqiga ham egasizlar 24 soat ichida, to'g'rimi? Xabardor shaklida ham tekshiruv o'tkazsa bo'ladi. Asos keltirib, kiritib o'tkazsa bo'ladi. Hozir qarang aka, mana shu litsenziyalar shartlariga rioya qilinmagan dorixonalar, misol dorixonalarda farmatsevtik ma'lumotga o'sha farm ma'lumotiga ega bo'lgan xodimlar ishlash kerak-da, to'g'rimi? Shunaqa. Hozir mana bitta dorixonaga kirdik, student bolani qo'yib qo'yishgan shogirdman deyaptilar. Bilmayman, hozir institut o'qiyman, tashmidi deyaptilar. Va bu kirish chiqish joylarida misol uchun aka, ish vaqti ko'rsatilishi kerak. Kirib chiqish joyida ish vaqti, ish rejimi ko'rsatilgan bo'lsa, anaqa bo'yicha ma'lumot ko'rsatilishi kerak, soliq bo'yicha, to'g'rimi aka? Ya'ni rekvizitlar to'liq, mana aptekalar aka, ko'rsatuv firma nomi bo'lishi kerak, manzili bo'lishi kerak, ish vaqti yozilgan bo'lishi kerak, to'g'ri. Biz mana shu ko'rsatuvni to'liq tayyor qilamiz-da. Ommaviy axborot vositalarida, demak, murojaat sifatida qabul qilaylik. Ya'ni biz ham murojaatlar bo'yicha ishlayapmiz-da hozirgi kunda. Ya'ni o'sha dori vositalarining sifati bo'yicha mana ko'p doktorlar aka yozib beryapti-da doktori. Anaqasini, dorini nomi bilan yozyapti-da. Ya'ni xalqaro patentlangan nom bilan yozilmayapti-da. Ya'ni aynan bitta brendga qaratyapti. Tushundim sizdan. 191 bilan yozmayapti-da, kalishoklar yetib oladigan retseptga yozmayapti, oddiy qog'ozga yozib beryapti. O'shanga yozilyapti. Ya'ni bu aynan bitta doriga qaratilyapti. Ya'ni o'sha medprestavitellar bilan ishlashyapti, boshqalar qilyapti. Tushundim. Lekin o'sha aholiga aka, mana misol uchun o'zingiz ham bilasiz aka, 200 minglik dori qanaqadir brend bilan bo'ladigan bo'lsa, 400 mingga ham aylanib ketish holati bor. Lekin uni analoglari ham mavjud. Analoglari ham bor. Lekin bu yerda o'sha uzr gapingizni bo'ldim. Nima deydi? O'sha bemor o'zi bilish kerak, uni masalan xuddi shu xalqaro patentlanmagan nomi ostida o'sha ushbu dorixonada 10 xilmi, 7 xilmi, 8 xilmi turdagi dori vositasi bo'lsa, qaysi davlatda ishlab chiqarilgan har xil bo'lsa, o'shani o'zi dori narxi degan botimiz ham bor, referent narxi keltirib o'tilgan, o'shandan oshiq sotmagan holatda tekshirib olsa bo'ladi. Onlayn tarzda. To'g'ri aka, bu anaqani menga Lochin akam berdilar, kechagina Sog'liqni saqlash vazirligiga borib chiqardilar. Lochinbek. Berdilar. Hozir buni biz o'sha aynan shu mavzu bo'yicha ko'rsatuv chiqarganimizda tagiga silkasini qo'yamiz. Ya'ni aholi xabardor bo'ladi bu bo'yicha. Yana bitta. Zo'r, bilsin aholi, to'g'ri. Aholiga yana bitta narsani targ'ibot qilish kerak. Aka, bu yerda analoglar mavjudligi to'g'risida, ya'ni bir xil ta'sirga ega boshqa nomdagi dori vositalari. To'g'ri. Hozir misol uchun u kelyapti, mana bitta farmatsevtmi, boshqasini aka kelyapti-da, gapiryapti. Yo'q, mana bu narsa bo'ladi desa, yo'q deydi, u doktor yozib bergan dorini olish kerak. Menga mana bu narsa kerak deyapti-da. Aynan shu narsani oldini olish uchun mana hozir elektron retsept nima deydi? Tizimi yo'lga qo'yilyapti deb hozir. Turkiya davlatinikiga o'xshagan, to'g'rimi? Da, elektron retsept bo'ladi. Hech kim hamma narsa nazoratda bo'ladi. Davlat ro'yxatidan o'tmagan dorini yoza olmaydi. Masalan, 8 ta dori doktor oldin yozgan bo'lsa, undan oshig'ini yoza olmaydi, 3-4 tadan keragidan oshig'ini. Keyin u yerda xalqaro patentlanmagan nomi yoziladi. Shuning hammasi nazoratda bo'ladigan tizimli anaqa bo'ladi, tizim bo'ladi, nima deydi? O'sha yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shunga qarab ishlaymiz. Hozir menimcha efirga ketdi. Imенно dorixonalar 16-Gurbangli sonli dorixonalar aylanganimizda patronlarga sotilayotgan bir nechta dorilar vositalarini aniqladik biz. O'shani iloji bo'lsa ekan nazoratga olinglar. O'zi menga Sardor aka shu murojaat chiqqan o'sha nima deydi? Tayyorlaysizlar-ku? Menga tashlab bersangiz, o'shani siznikini asos qilaman deb tekshiruv o'tkazaman. Bo'ldi, rahmat aka, kattakon. Aloqadamiz aka. Rahmat, sog' bo'ling, Doniyor aka. Sog' bo'ling. Salom. Kim bo'lasiz aka? Mudirman shu. Boshqa odam edimi mudir? Hozir Glavniy apteka bo'yicha mudirman. Set bizaman. Bitta ayol bo'yicha savollarimiz bor edi, aka, bizlarning savollarga javob berishni istamadida. Hozir ularga aloqaga chiqdik. Ya'ni o'sha tekshiruv o'tkazishlarini so'radik. Ya'ni hozir birinchi narsa, har bitta davlat reyestriga kiritilgan dori mahsulotlarida guvohnomasi bo'lishi kerak, sertifikati. To'g'rimi? U sizlarda ofisda saqlanar ekan, men misol xaridor sifatida, oddiy xaridor sifatida kelib, u dori vositasi rostdan reyestrga kiritilganmi? Haqqim bormi? To'g'rimi aka? Ko'rsatishingiz kerak. Bu yerda yo'q ekan aka. Mana birinchi masala. Ikkinchi masala aka, ma'lumotlaringiz yo'q deb. Yo'q aka. Litsenziyalar shartlariga to'g'ri kelmaydi aka bu.
Xodimlaringiz ma'lumot xalatni yo'q. shifolayot olib borishmayotgandi. Joylab to'g'rilab qo'yamizmi? Bular kim aka mana? Studentman deydi. Yarim stavka ishlaymiz. Yarim stavka. Farma anaqa yo'q-ku, ma'lumot yo'q bular. Tibbiy ma'lumotku aka. Ketdi. Assalomu alaykum. Kim mas'ul bu yerda? Savollarimiz bor edi bitta. Hozir chaqirib chiqaman. Chaqir. Siz bu yerda ish faoliyati olib borasizmi? Nimaga yengingizga forma kiymagansiz? Xalatingiz qani? Assalomu alaykum. Sherigimizda ismi almashganda endi olib keldik. Yo'q, ismi almashgan bo'lsa ham biz kirib kelyapmiz. Hozirgi ayollar ish faoliyat olib boryaptilar menimcha, lekin qarang, sizga savol beraman. Ismi almashayotgan holatda ham baribir ichkaridan formani kiyib, keyin bu yoqqa chiqish kerak, to'g'rimi? Yo, noto'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni ikkala xodiminglar ham formada emaslar hozir. Endi aytmoqchi bo'lganim, sal где-то 5 minut razlika bilan kelib qoldingiz. Mabodo 5 minut razlika bilan kelganingizda Keyin kiyishga ulgurib olishlarda. o'zi misol Agar kun issiq bo'ladigan holat bo'lsa, forma kiymasliklari ham mumkin edi, to'g'rimi? kiyiladi, doim kiyiladi. Tushunarli. Hop, bir ikkita savol bilan murojaat qilamiz. Ya'ni hozirgi kunda eng dolzarb mavzuni ko'targanmiz, o'zi ko'rayotgandirsiz, balkim YouTube'larda yoki Instagram nazorat uzilish ish faoliyati olib boramiz. Bemorlar kelayotgan holatda sizlarga retsept orqali brend nomi bilan keladimi yo bo'lmasam patentlangan nomda olib keladimi? Qarang, 100% hammasi brend orqali ham yo'llaman, 100% patentlangan nom orqali ham yo'llaman. Voyaga sostav nom bilan ham 100% kelmaydi. Misol keladigan dorilar o'rtacha nomini aytsam, sizga где-то 40 yoki 50, o'rtacha yarimdan dash ko'prog'i sostav nomi 40% yoki 30% atrofidagi brend nom bilan keladi. Tushunarli. Xo'p, mana mahsulotlaringizni sertifikati bormi? Bor. Barchasini. Yo Men ham sertifikat. biladigan darajada ish sifatida. Misol, men bemorman sizga. Hozir sizdan hech qanday ma'lumot olgan emas, men bemorman. Mahsulot xarid qilib oldim. Sertifikat so'raydigan holatim bo'ladigan bo'lsa, menga taqdim eta olasizmi? Sertifikatlar qayerda saqlanadi? Sertifikatni buxgalteriyada o'ziga bronchimiz orqali sizga olib beramiz. Bemor bu yerda kutib turadi, qancha muddatda qaytaradi? Ko'p emas, maksimum 5 minut bo'lar yo 3-4 minut, 5 minut hal bo'ladigan narsa. Barcha ma'lumotlar shu yerda bor. Shu yerda bor. Tushunarli. Kiraverishda ish soatlari belgilab berilganmi? Ya'ni ish soatingiz. Dorixonangiz nechidan nechagacha ish faoliyat olib boradi o'zi aslida? Xo'p, ertalab 8 dan kechki 11 gacha. Ikkita smenani tashkil etgan, ha? Nechtadan xodim ish faoliyat olib boradi? 4 ta. 4 ta. Kunduz kuni 2 ta, noshda 2 ta. Tushunarli. Obed soatida ham ochiq turadi. Menimcha kirish qismiga yozilmagan bu ma'lumotlar. Yo, yozilgan edi, nimadir sabab bilan yaqinda ishimizdan olishgandi. Yonimiz yo'q, hozir lekin yo'q. Yoningizdagilar olib turishdim. Yo'q, просто yaqinda olib qo'yishgandi demoqchi edim. Kim olib qo'yadi? Siz yo'qchigan siz joydan so'ljigan ekan, qaytadan qo'yishamiz deb olishgan shunday. Yo'q, qarang, litsenziyalash talab bor, to'g'rimi? To'g'ri, tushunaman. Talab bo'yicha har bitta dorixonada o'sha ish vaqtlari va o'sha dorixona to'g'risida qaysi o'sha firmaligi to'g'risida ma'lumotlar turish kerak-da. Kerak, to'g'ri. Qani hozir yo'q-ku. Mana misol uchun men murojaat qiladigan, hozir men bilmayman, qayerga qaraydi bu? Olmazor ham. Yo'q, firma nomi nima? City Farm. City Farmga qaraydi, to'g'rimi? Mana hozir o'zingiz aytyapsiz-da. Balki kirayotganda eshikning o'ng tomonida yoki chap tomonida yozilgan bo'lishi kerak. Bu birinchi. Litsenziyalash shartlari. Agar litsenziyalash sharti buziladigan bo'lsa, u holatda bunga ham chora ko'riladi-da. To'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni mana shu narsani kimdir tekshirib ketgan, o'sha litsenziyalovchi organ kelib tekshirgan, demak mana shu narsa bor. Ana o'shandan keyin demak ruxsat berilgan, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda o'sha pajaridan olish kerak, mana tepasida pajari bezopasnost bo'lishi kerak. Qarang, agar Kim qilib bergan buni sizlarga? Qaysi organ qilib bergan? kutib tura olsangiz, siz bilan o'sha apteka o'zi gaplashadigan kishilar chaqiraman, o'sha kishilar bilan gaplashib. Javob bera oladigan odam bor-a? Ha, javob bera. Hozir bu yerda biz ham ishchimizda aka. Bo'ldi, o'sha yo'q, lekin siz ham o'sha ma'lumot berishingiz kerak-da. Berishim kerak, to'g'ri To'g'rimi? tushunyapman sizni gapingizni. Hozir просто yo'qligi uchun bu bizning aybimiz. Bo'ldi. Bo'lmasa qolgan dorixonalarni nima qilib turamiz? Chaqirib turasiz. Biz ham beradigan savollarimiz bor-da. Ya'ni fuqarolarga qanaqa dori vositalari sotilyapti? O'shalar to'g'risida ma'lumot olishimiz kerak-da. Bemalol. Muhokamada kelyaptilar, hozir dorining mazasini bilmaydilar-da. Tushunaman. To'g'rimi? Ko'rinishidan dori deb olib ketaveradilar. Endi u ertaga effekt beradimi, yo'qmi, falon pulga sotib oladilar. Endi aka dori yozilgan, defekt bermaydigan dori yozilmaydi. Yo'q, u dori rostdan shu dorimikin?
nima degan eng tug'ilayotgan savol shu.